Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim mavzuni, ya'ni ishlovchi pensionerlar uchun pensiyani qayta hisoblash masalasini batafsil tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat hozir pensiyada ishlab yurganlar uchun emas, balki yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlar, ota-onasi pensiya olayotganlar, korxonada kadrlar yoki buxgalteriyada ishlaydiganlar uchun ham juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha, bitta topshirilmagan hujjat yoki bitta muddatni o'tkazib yuborish odamning har oy oladigan puliga bevosita ta'sir qiladi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Oldin qanday edi? Hozir nimalarga e'tibor berish kerak? Kimlar pensiyasini qayta hisoblatishi mumkin? Kimlar kutmasligi kerak? Qaysi holatlarda odamlar xato qiladi va amalda nima qilish kerak? Iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Chunki oxirida men aniq qadamlar bo'yicha yo'l yo'riq beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikning cho'ntagiga, oilaviy byudjetiga va huquqini himoya qilishiga xizmat qiladi. Avvalo asosiy savolga javob beray. Ishlovchi pensioner deganda kim tushuniladi? Bu pensiya yoshiga yetib, pensiya tayinlanganidan keyin ham mehnat faoliyatini davom ettirayotgan shaxsdir. Masalan, ayol kishi pensiyaga chiqqandan keyin maktabda o'qituvchi bo'lib ishlashda davom etadi. Erkak kishi pensiya tayinlangach qo'rg'ovul haydovchi, muhandis, ustaxona ishchisi yoki tadbirkor sifatida faoliyat yuritadi. Ana shunday odamlar ko'pincha shunday savol beradi. Men pensiyaga chiqqanimdan keyin ham ishlab, soliq to'layapman, ish stajim oshyapti. Endi pensiyam ham oshadimi? Mana shu savol atrofida juda ko'p tushunmovchilik bor. Ayrimlar ishlasang ham pensiya qayta hisoblanmaydi deb o'ylaydi. Boshqalar har yili avtomatik oshib boradi deb ishonadi. Yana kimdir buxgalteriya o'zi yuboradi. Menga hech narsa qilish shart emas deydi. Amalda esa masala bundan ancha nozik. Pensiyani qayta hisoblash uchun ish staji, sug'urta badallari yoki ijtimoiy soliq to'langan davrlar, ish haqi ma'lumotlari, tizimdagi elektron yozuvlar va fuqarodan tushgan murojaatning o'zi muhim bo'lishi mumkin. Oldin amaliyotda ko'p hollarda odam pensiyaga chiqqanidan keyin ishlasa ham pensiyasini qayta hisoblash masalasini alohida ko'tarish kerak bo'lardi. Ya'ni fuqaro tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, ariza yozishi, ish joyidan ma'lumotnoma olishi, ayrim hollarda mehnat daftarchasi nusxasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar va boshqa hujjatlarni taqdim etish kerak bo'lgan. Hozir esa ko'plab ma'lumotlar elektron tizimlarda yuritilmoqda. Ish beruvchi xodim uchun ijtimoiy soliq hisobotlarini topshiradi. Mehnat shartnomalari elektron bazalarda aks etadi. Ayrim ma'lumotlar idoralararo almashuv orqali olinadi. Lekin bu fuqaro umuman hech narsa qilmasa ham hammasi avtomatik va xatosiz bo'ladi degani emas. Asosiy o'zgarish shundaki, bugun pensiya tizimi avvalgidan ko'ra raqamlashtirilgan. Ma'lumotlar ko'proq elektron ko'rinishda tekshiriladi. Ayrim hollarda qayta hisoblash jarayoni soddalashgan. Lekin ishlovchi pensioner uchun eng muhim narsa o'z huquqini bilish, qachon murojaat qilish kerakligini tushunish va ish beruvchining hisobotlari to'g'ri yuritilayotganini nazorat qilishdir. Mind part 1. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olish kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Endi eng muhim qismga o'tamiz. Pensiyani qayta hisoblash nimani anglatadi? Qayta hisoblash degani pensiyaning avvalgi miqdorini bekor qilib, pensiyani mutlaqo boshidan tayinlash degani emas. Bu mavjud pensiya ishiga yangi ma'lumotlar qo'shilishi. Masalan, pensiya tayinlangandan keyin orttirilgan ish staji yoki oldin inobatga olinmagan hujjatlar hisobga olinishi. Natijada pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi degani. Masalan, fuqaro 2020 yilda yoshga do'yib pensiyaga chiqdi. O'sha paytda uning 28 yil ish staji bor edi. Pensiya tayinlandi. Lekin u 2020 yildan keyin ham 2021, 2022, 2023 va 2024 yillarda ishlashda davom etdi. Agar bu yillarda u rasmiy ishlagan bo'lsa, ish beruvchi u uchun kerakli soliqlarni to'lagan bo'lsa va ma'lumotlar tizimda mavjud bo'lsa, fuqaro ushbu davrlarni inobatga oldirib pensiyasini qayta hisoblatish masalasini ko'tarishi mumkin. Bu yerda birinchi katta farq bor. Rasmiy ishlash va norasmiy ishlash. Men buni juda ochiq aytaman. Agar odam og'zaki kelishuv asosida ishlagan bo'lsa, ya'ni mehnat shartnomasi bo'lmasa, ish haqi konvertda berilgan bo'lsa, ijtimoiy soliq to'lanmagan bo'lsa, keyin men 3 yil ishladim, pensiyamni oshirib bering deyish juda qiyin bo'ladi. Chunki pensiya tizimi hujjatga qaraydi. Haqiqatan ham ishlaganingizni isbotlash uchun mehnat shartnomasi
buyruq, ish haqi hisobi, soliq hisobotlari, arxiv ma'lumotlari kerak bo'ladi. Shuning uchun pensiyada ishlayotgan har bir odam birinchi navbatda o'z ishining rasmiylashtirilganini tekshirishi kerak. Birinchi misol. Sayyora opa 6 yoshda, u pensiyada, lekin poliklinikada hamshira bo'lib ishlashda davom etmoqda. Uning pensiyasi 1 million dadada axir ming so'm. Pensiyaga chiqqandan keyin yana 3 yil rasmiy ishladi. Har oy ish haqi oldi. Buxgalteriya ijtimoiy soliq hisobotlarini topshirdi. Sayyora opa, mening pensiyam avtomatik oshadimi deb so'raydi. Men unga shunday deyman. Birinchi navbatda pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Sizning pensiya tayinlangandan keyingi ish davringiz bazada ko'rinayotgan bo'lsa, qayta hisoblash uchun asos bo'lishi mumkin. Natija katta bo'ladimi yoki kichikmi? Bu alohida hisob-kitobga bog'liq. Ba'zan qo'shimcha staj pensiyani 30 ming so'mga oshiradi. Ba'zan 100 ming so'mdan ko'proq ta'sir qiladi. Ba'zan esa amaldagi cheklovlar yoki hisoblash tartibi sabab sezilarli farq bermasligi ham mumkin. Ikkinchi misol. Karim aka pensiyaga chiqqandan keyin xususiy firmada qorovul bo'lib ishladi. Unga har oy 2 million so'm berishgan. Lekin rasmiy ish haqi hisobotda 800 ming so'm qilib ko'rsatilgan. Karim aka, men 2 million olganman. Shuni hisobga olishsin deydi. Bu yerda muammo shundaki, pensiya hisobida odatda rasmiy ko'rsatilgan ish haqi va to'langan badallar asos bo'ladi. Agar ish beruvchi hujjatda kam ko'rsatgan bo'lsa, fuqaro keyin zarar ko'radi. Shuning uchun men doim ogohlantiraman. Pensiyada bo'lsangiz ham. Menga baribir pensiyam bor deb rasmiy ish haqiga befarq bo'lmang. Bugun e'tiborsiz qoldirilgan rasmiy hujjat ertaga pensiya qayta hisobida muammo keltiradi. Uchinchi misol. Dilbar opa 2022 yilda pensiyaga chiqdi. Lekin uning 1935-1938 yillardagi ish staji hujjatda topilmagani uchun hisobga olinmadi. Keyin u arxivdan ma'lumotnoma topdi. Bu holat ishlovchi pensionerlar qayta hisoblashdan biroz farq qiladi, lekin juda muhim. Chunki qayta hisoblash faqat pensiyadan keyingi yangi staj sababli emas, oldin hisobga olinmagan eski hujjatlar topilganda ham bo'lishi mumkin. Agar Dilbar opa o'sha davrdagi ishni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotini olib kelsa, pensiya ishi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Natijada pensiyasi oshishi ehtimoli bor. 4-misol. Rustam aka pensiyaga chiqqandan keyin yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ishlay boshladi. U men tadbirkorman. Bu ham stajga o'tadimi deb so'raydi. Bu yerda asosiy savol, uning faoliyati belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tganmi? Soliq majburiyatlari bajarilganmi? Tegishli to'lovlar qilinganmi? Agar hammasi qonuniy bo'lsa, tegishli davrlarni pensiya hisobida ko'rib chiqish mumkin bo'ladi. Lekin ro'yxatdan o'tmagan, faqat bozorda savdo qilib yurgan yoki xizmat ko'rsatgan davrini keyin hujjatsiz isbotlash juda qiyin. Kimlar albatta xavotir olib tekshiruv qilishi kerak. Birinchidan, pensiyaga chiqqandan keyin kamida 1 yil yoki undan ko'proq rasmiy ishlaganlar. Ikkinchidan, pensiya tayinlanganda barcha stajim hisobga olinmagan deb gumon qilayotganlar. Uchinchidan, mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin pensiya hisobida aks etmagan bo'lishi mumkin deb o'ylayotganlar. To'rtinchidan, ish beruvchisi tez-tez o'zgargan, xususiy korxonalarda ishlagan, korxonasi yopilib ketgan yoki arxiv hujjatlari muammoli bo'lganlar. Beshinchidan, pensiyaga chiqqandan keyin boshqa lavozimda yuqoriroq ish haqi bilan ishlaganlar. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin umuman ishlamagan bo'lsangiz, yangi staj bo'yicha qayta hisoblash masalasi sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Agar pensiyangiz yaqinda tayinlangan, barcha hujjatlaringiz to'liq kiritilgan va qo'shimcha davr yo'q bo'lsa, qayta hisoblash katta o'zgarish bermasligi mumkin. Agar siz norasmiy ishlagan bo'lsangiz va buni tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, afsuski, faqat men ishlaganman degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Endi eng ko'p uchraydigan xatolarni tushuntiraman. Birinchi xato, odamlar pensiyani qayta hisoblashni pensiyaning umumiy oshirilishi bilan adashtiradi. Davlat tomonidan pensiyalar indeksatsiya qilinsa, ya'ni umumiy oshirilsa, bu barcha tegishli pensionerlarga nisbatan qo'llanadi. Qayta hisoblash esa shaxsiy hujjatlar, ish staji, ish haqi va pensiya ishidagi ma'lumotlarga bog'liq. Masalan, davlat pensiyalarini 10% ga oshirsa, bu alohida jarayon. Lekin sizning pensiyadan keyin ishlagan 2 yilingiz hisobga olinishi boshqa jarayon. Ikkinchi xato, men ishlayapman. Demak, pensiyam har oy oshib borishi kerak degan tushuncha. Yo'q. Pensiya odatda har oy yangi oylik kabi qaytadan hisoblanib turmaydi. Ish davrlari ma'lum muddatlar bo'yicha jamlanadi.
Hujjatlar tekshiriladi va tegishli tartibda qayta hisoblanadi. Shuning uchun har oy pensiya jamg'armasiga borib, yana bir oy ishladim, qo'shing deyish amaliy jihatdan to'g'ri yondashuv emas. Qachon va qanday tartibda qayta hisoblash so'ralishini mahalliy pensiya jamg'armasidan aniqlab olish muhim. Uchinchi xato, ish beruvchining hamma ishni to'g'ri qilayotganiga ko'r-ko'rona ishonish. Men ish beruvchilarni ayblamoqchi emasman, lekin amaliyotda xatolar bo'ladi. Xodimning familiyasi noto'g'ri yoziladi, JSH raqami xato kiritiladi, mehnat shartnomasi elektron tizimda bekor qilingan ko'rinib qoladi. Ish haqi noto'g'ri aks etadi, hisobot kech topshiriladi. Pensioner esa buni bilmaydi. Keyin pensiyani qayta hisoblatmoqchi bo'lganda, sizning bu davringiz bazada ko'rinmayapti degan javobni eshitadi. Shuning uchun har bir ishlovchi pensioner kamida yiliga bir marta o'z mehnat faoliyati rasmiy ko'rinayotganini tekshirish kerak. 4-chi xato, arxiv hujjatlarini e'tiborsiz qoldirish. Ayniqsa 1910 yillar, 2000 yillar boshidagi ish joylari bo'yicha hujjatlar muammoli bo'lishi mumkin. Korxona yopilgan, nomi o'zgargan, boshqa tashkilotga qo'shilgan. Hujjatlar arxivga topshirilmagan bo'lishi mumkin. Agar pensiya tayinlanganda biror davringiz hisobga olinmagan bo'lsa, endi kech bo'ldi demang. Tegishli arxivlardan, sobiq ish beruvchidan, huquqiy voris tashkilotdan ma'lumot izlash kerak. Ba'zan bitta arxiv ma'lumotnomasi odamning pensiyasini sezilarli oshirib beradi. 5-nozik jihat, qayta hisoblash doim ham odam kutgan darajada katta pul bermasligi mumkin. Ba'zi pensionerlar men 5 yil ishladim, pensiyam kamida 500 ming so'm oshadi deb kutadi. Lekin pensiya formulasi murakkab. Unda staj, ish haqi belgilangan me'yorlar eng kam miqdorlar, ustamalar. Ayrim cheklovlar va boshqa ko'rsatkichlar bo'ladi. Shu sababli qo'shimcha 5 yil staj ham har doim bir xil natija bermaydi. Bir odamda katta farq chiqadi, boshqasi kichik farq chiqadi. Bu adolatsizlik emas, balki hisob-kitob bazasi turlicha bo'lgani uchun shunday. 6-jihat, ayrim toifadagi pensionerlar bo'yicha alohida qoidalar bo'lishi mumkin. Masalan, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, imtiyozli shartlarda tayinlangan pensiyalar, harbiy xizmat yoki maxsus xizmatlar bilan bog'liq pensiyalar bo'yicha tartib oddiy yoshga doir pensiyadan farq qilishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, o'zingizning pensiya turini aniq biling. Men pensionerman degan umumiy gap yetarli emas. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Imtiyozli pensiyami? Shuni ajratish kerak. 7-nozik masala, ishlovchi pensionerning ish haqi pensiyaga ta'sir qiladimi yoki faqat stajmi? Bu savolga umumiy javob shuki, pensiya hisob-kitobida ish staji ham, rasmiy daromadlar ham ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Lekin qaysi davr, qanday ish haqi, qanday tartibda olinishi aniq holatga bog'liq. Masalan, pensiya tayinlashda ma'lum davrdagi ish haqi olinadi. Keyingi davrlar esa qayta hisobda turlicha inobatga olinishi mumkin. Shuning uchun o'z holatingiz bo'yicha hisob-kitobni mutaxassisga ko'rsatish eng to'g'ri yo'l. 8-muhim masala, pensiya qayta hisoblanganda to'lov qaysi kundan boshlanadi? Odamlar ko'pincha men 2021 yildan beri ishlayapman. Demak, 2021 yildan boshlab farqini to'lab berishlari kerak deb o'ylaydi. Amaliyotda esa qayta hisoblash ko'pincha murojaat qilingan sana, hujjat topshirilgan sana yoki qonunda belgilangan boshqa muddat bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjatni kechiktirish zarar keltiradi. Agar sizda asos bor bo'lsa, keyin boraman deb yurmang. Chunki vaqt o'tishi bilan to'lanishi mumkin bo'lgan farq kamayishi yoki umuman o'tgan davr uchun olinmasligi ehtimoli bor. Endi eng amaliy qismiga kelamiz. Agar siz ishlovchi pensioner bo'lsangiz, men sizga quyidagi qadamlarni tavsiya qilaman. 1-qadam, pensiya turini va pensiya tayinlangan sanani aniqlang. Pensiya guvohnomangiz, pensiya tayinlash haqidagi qaror yoki pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlarda bu ko'rsatiladi. Siz qachondan pensiya olyapsiz? Qaysi turdagi pensiya hisobida nechta yil staj inobatga olingan, shuni bilib oling. Ko'pchilik o'z pensiyasining ichki hisobini bilmaydi. Faqat har oy kartaga tushayotgan summani biladi. Bu yetarli emas. 2-qadam, pensiya chiqqandan keyingi ishlagan davrlaringiz ro'yxatini tuzing. Oddiy qog'ozga yozing. Qaysi sanadan qaysi sanagacha, qaysi tashkilotda, qaysi lavozimda rasmiy ishladingizmi, mehnat shartnomasi bormi, ish haqi qanday to'langan. Masalan, 2021 yil martdan 2022 yil dekabrgacha 25 maktabda qorovul. 2023 yil yanvardan hozirgacha xususiy klinikada hamshira.
Shu ro'yxat keyingi harakatlaringizni tartibga soladi. 3-qadam ish beruvchidan hujjatlarni tekshiring. Sizga mehnat shartnomasi nusxasi ishga qabul qilish buyrug'i. Agar ishdan ketgan bo'lsangiz, ishdan bo'shatish buyrug'i, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma zarur bo'lsa, ijtimoiy soliq hisobotlari bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Hozir hamma narsa elektron bo'lsa ham, qo'lingizda hujjat nusxalari bo'lishi zarar qilmaydi. Ayniqsa xususiy korxonalarda ishlagan bo'lsangiz, bu juda muhim. 4-qadam MyPolkov.uz soliq organlari yoki mehnat tizimlari orqali o'zingiz haqingizdagi elektron ma'lumotlarni tekshirish imkoniyatidan foydalaning. Agar buni o'zingiz qila olmasangiz, farzandingizdan, yaqin qarindoshingizdan yoki davlat xizmatlari markazidagi mutaxassisdan yordam so'rang. Asosiy maqsad sizning ish faoliyatingiz tizimda to'g'ri aks etganmi, yo'qmi, shuni bilish. 5-qadam. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaat og'zaki maslahat shaklida bo'lishi ham mumkin, lekin men imkon qadar yozma ariza berishni tavsiya qilaman. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdorini pensiya tayinlanganidan keyingi mehnat faoliyatim va qo'shimcha taqdim etilayotgan hujjatlar asosida qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Arizaga pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat daftarchasi ma'lumotlari, ish joyidan ma'lumotnomalar, ish haqi to'g'risidagi hujjatlar, arxiv ma'lumotlari ilova qilinadi. 6-qadam. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. Bu juda muhim. Ba'zan odam hujjat topshiradi, lekin keyin qachon topshirdingiz degan savol tug'iladi. Qo'lingizda qabul qilingan sana, kirim raqami yoki elektron murojaat raqami bo'lsa, huquqingizni himoya qilish osonroq bo'ladi. 7-qadam. Javobni kuyting, lekin nazoratni yo'qotmang. Agar sizga qayta hisoblash rad etilsa, rad javobi sababini yozma oling. Bo'lmaydi degan og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Nega bo'lmaydi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi davr tasdiqlanmagan? Qaysi norma asosida rad etilyapti? Mana shu savollarni bering. Agar sabab hujjat yetishmasligi bo'lsa, siz hujjat topishingiz mumkin. Agar ma'lumot bazada xato bo'lsa, uni tuzatish mumkin. Agar huquqiy talqin bo'yicha nizo bo'lsa, yuqori turuvchi organ yoki sudga murojaat qilish mumkin. 8-qadam. Ish beruvchingiz bilan aloqani to'g'ri yo'lga qo'ying. Agar siz hozir ham ishlayotgan bo'lsangiz, buxgalteriyadan va kadrlar bo'limidan quyidagilarni so'rang. Mehnat shartnomam elektron tizimda faol ko'rinadimi? Men uchun hisobotlar topshirilyaptimi? Ish haqim rasmiy to'liq ko'rsatilganmi? JSHR raqamim to'g'ri kiritilganmi? Bu savollar noqulay tuyulishi mumkin, lekin bu sizning huquqingiz. Sizning nomingizdan davlatga hisobot topshirilayotgan bo'lsa, uning to'g'riligini bilishga haqlisiz. 9-qadam. Agar eski staj bo'yicha muammo bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qayerga topshirilganini aniqlash kerak. Tuman arxivi, shahar arxivi, viloyat arxivi yoki korxonaning huquqiy vorisi bo'lishi mumkin. Arxivga yozma so'rov berishda ish joyining to'liq nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, familiyangiz o'sha paytda qanday yozilgani, pasport ma'lumotlaringizni aniq ko'rsating. Ayollar uchun alohida eslatma: agar familiya turmush qurish sabab o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. 10-qadam. Har bir hujjatdan nusxa saqlang. Pensiya masalasida hujjat eng kuchli dalildir. Hujjatning aslini topshirgan bo'lsangiz, topshirganingiz haqida qayd bo'lsin. Nusxasini o'zingizda olib qoling. Telefoningizda rasmga oling, elektron papka oching. Bu oddiy ko'rinadi, lekin ko'p odamlar aynan hujjatni yo'qotgani uchun yillar davomida ovora bo'ladi. Men yana bir amaliy maslahat beraman. Pensiya miqdoringizni tushunishga harakat qiling. Har oy kartaga qancha tushyapti? Qachon oshdi? Nimaga oshdi? Qayta hisobdan keyin qancha bo'ldi? Farq qachondan to'landi? Bularni yozib boring. Agar bir oyda kam tushsa yoki kutilgan qayta hisob amalga oshmasa, darhol aniqlang. Keyingi oy tushsa kerak deb oylar davomida kutish to'g'ri emas. Agar sizning ota-onangiz pensiyada bo'lsa, ayniqsa ular ishlayotgan bo'lsa, ularga yordam bering. Ko'p keksalar davlat idoralariga borishdan tortinadi, elektron tizimlardan foydalana olmaydi, hujjatlarni tushunmaydi. Farzand sifatida siz ularning pensiya ishini bir marta tartibga solib bersangiz, bu har oy oilaga qo'shimcha daromad bo'lib qaytishi mumkin. Ba'zan 2000 so'm ham pensioner uchun muhim. Ba'zan esa noto'g'ri hisoblangan davr tuzatilsa, pensiya ancha oshadi. Xulosa qilib aytaman. Ishlovchi pensioner uchun pensiyani
qayta hisoblash masalasi befarq qaraydigan mavzu emas. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish stajingiz, ish haqingiz va elektron ma'lumotlaringiz to'g'ri aks etganini tekshirtiring. Agar eski davrlaringiz hisobga olinmagan bo'lsa, arxiv hujjatlarini qidiring. Agar rad javobi olsangiz, sababini yozma so'rang. Eng muhimi, hammasi avtomatik bo'ladi deb kutib o'tirmang. O'z huquqingizni o'zingiz nazorat qiling. Bugun men sizga asosiy yo'lni tushuntirdim. Pensiya turini aniqlaysiz, ishlagan davrlaringizni ro'yxat qilasiz, ish beruvchidan hujjatlarni olasiz. Elektron ma'lumotlarni tekshirasiz, pensiya jamg'armasiga yozma ariza berasiz va javobni nazorat qilasiz. Shu oddiy qadamlar ko'p odamning pensiyasini to'g'ri hisoblatishiga yordam beradi. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyada ishlab yurgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi sohada ishlayapsiz? Pensiyani qayta hisoblatib ko'rganmisiz? Natija qanday bo'lgan? Sizning tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiyada ishlayotgan tanishlaringizga yuboring. Chunki odam o'z huquqini bilsa, o'z mehnati evaziga olish kerak bo'lgan pulni yo'qotmaydi.